Barchaga salom. Bugungi video obzorimiz Apple'ning svarchniy apparatlari haqida bo'ladi. Ekran qarshisiga yaqinroq yaxshilab o'tirib olasizlar. Videomiz yetarlicha uzoqroq bo'ladi. Demak, mijozlarimiz orasida anchagina mashhurlikka erishgan MMI 250 Xi hamda MMI 250 Xi-2 modelimiz bor. Bu mijozlarimiz orasida juda ham katta mashhurlikka erishgan va asosan ko'p mijozlarimiz aynan shu modelni olib ishlashni afzal ko'rishadi. Shuningdek, ko'pchilikning xabari yo'q, Apple'da bundan tashqari yana boshqa invertorli svarchniy apparatlar bor. Misol uchun ESA 220 MMA va hamda MMA 250 Fi va MMA 180 Fi-2 modellari ham bor. Aynan bugungi qahramonlarimiz shu uchala model haqida bo'ladi. Videoni oxirigacha tomosha tursalaring, bu uchalasini bir-birini farqini va barchaga qiziq bo'lgan bularni narxini aytib o'taman hamda bularni bir-biri bilan solishtirib, qaysi biri ko'proq qaysi soha vakillariga ko'proq mos tushishini aytib o'taman. Demak, birinchi modelimizni texnik xususiyatlari bilan tanishtirishni boshlaymiz. Modeli ESA 220 MMA. Xo'p, svarka turi MMA 220 kuchlanishda ishlaydi. Maksimal chiquvchi tok amperi 42, maksimal quvvat sarfi 924 kilovat. Svarka tok amperi 30 amperdan 220 ampergacha. Og'irligi 2 kilogramm. Kafolat muddati Apple kompaniyasi tomonidan 12 oy etib tayinlangan. Endi esa uskunamizning tashqi ko'rinishiga birozgina to'xtalib o'tamiz. Uni qanaqangi ixcham va qulayligiga e'tibor beringlar. Yuqorida aytib o'tganimdek, bu shunchaki turi 2 kilogramm og'irlikda. Xolos, nimalar bilan jihozlangan? Bu yerda muruvvat bor. Ya'ni uskuna amperini ko'tarib hamda tushirish uchun xizmat qiladi. 30 amperdan 220 ampergacha. Yonida elektron tablo bor, amperni ko'rsatib turadigan va tablo tepasida ikkita indikator bor. Birinchisi uskuna ishlab turganda zangor chiroq yonib turadi va uni yonidagi ikkinchi indikator esa gradusi, ya'ni uskuna keragidan ortiq ishlasa, qizib ketgan bo'lsa, bu yerda qizil chiroq yonib sizni ogohlantiradi. Massa hamda derjak tushadigan joy. Orqa tarafiga o'tsak, rozetka shnuri, o'chirib yoqish tugmasi hamda uskunani qizib ketganda sovutish uchun ventilyator tarmog'i, cooler desak ham bo'ladi. Bo'ldi, bu yerda boshqa tashqi tarafida hech narsa yo'q, ortiqcha. Maksimal darajada sodda qilib ishlangan ushbu modelimiz. Endi afzalliklarini aytib o'taman. Ushbu modelimiz eng so'nggi modeldagi IGBT tranzistorlar texnologiyasidan foydalanilgan. Shuningdek, ushbu svarka apparatimiz горячий start, ya'ni xalq tilida aytganda elektrodni temirga olib borishingiz bilan sizni uzoq kuttirmasdan darrov yoqib beradi elektrodni. Shuningdek, ushbu svarka apparatimiz anti-stik, ya'ni elektrodni temirga yopishib qolmasligini oldini olib beradi. Ushbu svarka apparatimiz 1.6 mm dan 4 mm gacha bo'lgan elektrodlarni yoqishda ko'proq effektiv deb hisoblanadi. Shuningdek, ushbu svarka apparatimiz teplovoy relay, ya'ni svarka apparat keragidan ortiq kuchlanish bilan ishlab, uzoq vaqt ishlab qizib ketganda sizni mana bu yerda sariq indikator yoqib sizni bu haqda ogohlantiradi. Shuningdek, ushbu svarka apparatimiz skachok напряжения deydi, ya'ni kuchlanish dam baland bo'lib ketadi, dam past bo'lib ketgan bo'lsa, bu holatda ham svarka apparat o'zini o'zi himoya qilish maqsadida platani o'chirib qo'yadi va bu haqda sizni ogohlantiradi. Mana shunday ajoyib afzalliklarga ega ushbu ESA 220 MMA modelimiz. Keyingi modelga o'tamiz. Navbatdagi modelimiz MMI 250 Fi-2. Texnik xususiyatlaridan boshlaymiz. Svarka turi MMA, ya'ni ruchnoy дуговой svarka bo'ladi. Kuchlanishi 140 voltdan 260 voltgacha bir fazada ishlaydi. Svarka apparat amperi 50 dan 250 ampergacha. Og'irligi 503 kilogramm, ya'ni bu ham umuman olganda bunaqangi og'ir model emas. Bundan oldingi obzor qilgan modelimizdan birozgina og'irroq ekan, lekin 5 kilogramm ham mana bemalol hatto barmoqda ko'tarib tursa bo'ladi. Hop. Demak, tashqi ko'rinishiga o'tamiz. Bu yerda mana bunday shitok bor. Umuman ixchamligi ko'rib turibsizlar.
Держagi bor, shitogi bor. Bu yerda amperni regirovka qiluvchi muruvvat bor. Yuqorida aytganimdek, 50 dan 250 ampergacha hisoblasangiz bo'ladi. Bu yerda ham ikkita indikator hamda elektron tablo bor. Tabloda amper ko'rsatib turadi. Indikatorda esa bundan oldingi obzor qilgan modelimiz kabi power hamda OC, ya'ni power indikatori uskuna ishga tushganda zangor bo'lib yonib turadi. OC indikatori esa keragidan ortiq uskuna qizib ketganda sizga bu haqda ogohlantiradi. Uskuna qizib ketdi, birozgina dam ber degandek qilib. Radiatorga o'xshagan qovurg'alari, bu yerda massa hamda держак tushadigan joyi, orqada rozetka shnuri hamda o'chirib yoqish tugmasi va hamda bu yerda ko'rinmayapti. Svarka apparatni vaqti bilan sovutib turish uchun ventilyatsiya tizimi, ya'ni kuler vazifasini bajaradi. Bu yerda ham havo kirib turish uchun maxsus qovurg'alar. Xuddi shunday bu tarafida ham logotipi va umuman olganda shular. Va nihoyat so'nggi eng legendarniy modelimiz MMA 250XI modelimiz. Texnik xususiyatlarga keladigan bo'lsak, kuchlanishi 140 voltdan 230 voltgacha, quvvat sarfi 615 kilovolt, erkin kuchlanish 56 volt, payvandlash rejimi MMA, ya'ni ruchnoy дуговой svarka, ishlash sikli 80%, nominal kuchlanishi 30 volt, chiqish oqimi diapazoni 20 amperdan 250 ampergacha, kafolat muddati 12 oy. Tashqi ko'rinishini aytadigan bo'lsak, bu yerda bel bog'i bor ekan, ya'ni yelkaga osib ishlash uchun. Aytgancha og'irligini aytmayapman, og'irligi 7,5 kilogramm. Oldingi ikkita modeldan sezilarli darajada og'irroq, lekin bu ham baribir bemalol bitta qo'lda ko'tarib, xohlagan joyda ishlashga xalaqit bermaydi. Xohlang tepaga chiqib ishlang, xohlang pastga tushib ketib ishlang. Xo'p, tashqi ko'rinishiga qaytamiz. Bel bog'ini aytdim, bu yerda ruchkasi bor ko'tarib yurish uchun. Oldida amperini ko'paytirib hamda kamaytirish muruvvati 50 amperdan 250 ampergacha, yonida tablo elektron amperni ko'rsatib turadigan va tepada doimgidek ikkita indikator. Birinchisi uskuna ishlab turganda zangor bo'lib yonadi, ikkinchisi uskuna qizib ketganda sizni ogohlantiradi. Uskuna qizib ketdi, birozgina dam ber deb qizil chiroq yonib. Orqa qismiga o'tamiz. Rozetka shnuri, o'chirib yoqish tugmasi hamda встроенный ventilyator, ya'ni kuler vazifasini bajaradi. Yon qismlarida shunday qovurg'alar bor, ya'ni havo kirib turish uchun va yanada sovutishni effektivroq qilish uchun. Bu tarafida ham xuddi shunday. Qisqasi shu xolos, maksimal darajada sodda qilib ishlangan uskuna. Endi birinchi qo'liga svarka olgan shogird ham buni bittada tushunib oladi, qayerni bosishni va nima qilish kerakligini. Demak, videomizning eng kulminatsion, eng kerakli joyiga yetib keldik. Ya'ni uchala modelimizni bir-biridan farqi va qaysi model ko'proq qaysi soha vakillariga ko'proq mos kelishini hozir aytishga harakat qilaman. Birinchi modelimiz, birinchi obzor qilgan modelimiz SA 220 MMA modelimiz. Bu yangi model, bularga qaraganda ko'proq afzalliklariga va ko'proq funksiyalarga ega. Yuqorida aytib o'tganimdek, anti-stik, горячий start, teplovoy relay va shu kabi afzalliklar bilan jihozlangan. Bu modelimizni ham professional, ham yangi boshlab turgan svarchilarga tavsiya qilsam bo'ladi. Sababi горячий start va anti-stik funksiyalari yangi boshlab turgan svarchilarga juda ham mos keladi va tezroq va mukammalroq o'rganib ketishlariga sababchi bo'ladi. 1.6 dan 4 gacha bo'lgan elektrodlarni bemalol yoqadi va shu millimetrdagi elektrodlarda yaxshiroq, effektivroq xizmat ko'rsatadi. Yuqorida aytib o'tganimdek, kafolati 1 yil O'zbekistondagi barcha savdo nuqtalaridan olsangiz bo'ladi. Keyingi modelimiz MMA 250 FI-2 modelimiz. Bu modelimiz professional emas. Ertalabdan kechgacha ishlash uchun mo'ljallanmagan, uncha kattaroq bo'lmagan, keng ko'lamli bo'lmagan, o'rtacha, kichikroq bo'lgan ishlar uchun mo'ljallangan yoki bo'lmasam havaskor ustakalarimiz uylariga xo'jalik ishlarida foydalanib turish uchun olib qo'ysalar bo'laveradigan model aynan shu modelimiz bo'ladi.
Buni ham kafolati 1 yil. 2 dan turlik elektrodlargacha bemalol yoqib ishlatsalaring bo'ladi. Bu modelimizni ham O'zbekistondagi barcha savdo nuqtalaridan topsalaring bo'ladi. Nima narxini hozir aytib o'taman barchasini. Va nihoyat eng legendarniy ustalarimiz o'rtasida juda ham mashhur bo'lgan modelimiz MMI 250 XI modelimiz. Buni XI-2 modeli ham bor. Bu bilan adashtirib o'tirmanglar. Aynan shu modelimiz XI1 modelimiz mutlaqo professional bo'lgan modelimiz. Ertalabdan kechgacha to'xtatmasdan, uzmasdan ishlatsalaring bemalol ishlarni bitirib beradigan model aynan shu model bo'ladi. Sababi bunda ham teplovoy reles bor, katta sovutib beradigan kullerlari bor, platasi 3 tali bo'ladi. Xullas, sizni uyaltirib qo'ymaydigan, luboy joyga borsangiz ishingizni bitirib beradigan modelimiz aynan shu model bo'ladi. Bu model haqida ortiqcha gaplashib o'tirmaymiz. Sababi bu modelimizni mijozlar shundoq ham o'zi juda yaxshi bilishadi, mendan ham yaxshi bilishadi. Shuning uchun tanlovda o'zlaring qilinglar. Tanlov baribir oxirgisi o'zlaringda qoladi. Qaysi model sizga ko'proq tushadi. Endi barcha mijozlarimizga qiziq bo'lgan joyi narxlari. Bu modelimiz SA220 modelimiz hozirgi kunda epamarket.uz onlayn do'konimizdan 1.750.000 so'mga xarid qilsalaring bo'ladi. Keyingi modelimiz FI2 modelimiz, ya'ni FI2 modelimiz 1.375.000 so'm. Buni ham epamarket.uz onlayn do'konimizdan hoziroq xarid qilsalaring bo'ladi. Va nihoyat bu professional svarka apparatimiz 1.995.000 so'mga. Buni ham epamarket.uz onlayn do'konimizdan xarid qilsalaring bo'ladi. Xullas, mana shunaqa gaplar, qo'limdan kelgancha ushbu modellarni texnik xususiyatlari, tashqi ko'rinishi, afzalliklarini qo'limdan kelgancha aytishga harakat qildim. Bergan ma'lumotlarim sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, biz o'z maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Agar shunday bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, bizga obuna bo'lishni unutmang va keyingi videolarda yana qaysi modellarni obzor qilib olib chiqishimni xohlasalaring, izohlar bo'limiga yozib ketinglar. Ko'rishguncha xayr.